Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kantar mahsuloti yangidan narx-navosi bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymash, like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Biz bunda boshladik. Xudo xolasa mana bu ko'rinishda turbalarimizni yasab tayyorlashib qo'yibdi Abduqayim akamiz. Bu haqida bir ma'lumot beraverasiz. Bo'yin uzunligi necha bo'ladi? 4 metr 460 bo'ladi. Ikki xil razmer bor ekan. 4 metr 460 razmerda uzunlik, ha? Uzunligi. Buni diametri necha? Diametri 250lik. 250lik ekan. Seriyasining qalinligichi? 201 202 bo'ladi. Seriyasining qalinligi 201 202 bo'lar ekan. Bir donasini ya metr bergan. Metri 120 ming so'm. 1 metrini 120 ming so'mdan berishyapti ekan. Albatta, optim narxda olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'lda qilib berishadi. Bu yerda esa kichikroq bor ekan, ha? 150lik bor. 150lik 1 metri 1 metri 85 ming so'm. 1 metrini 85 ming so'mdan berishyapti ekan. Qolgan cheklangan miqdorda yetkazib beraverasiz, xudo xolasa. Bo'yin uzunligi ham shu 1 metr 460 shunaqa. yo, klient tomonidan zakaz qilsa, masalan 5 metr deyish mumkin, 6 metr deyish mumkin, tayyorlab beraverasizlar. Aha. Mana bu yerda esa xudo xolasa kantar mahsuloti qo'rg'a laygasi bor ekan. Bu 230 bo'ladi. Bir donasini necha pul beryapsizlar? 87 ming so'm. Bir donasini 87 ming so'm beryapti ekan. Bemalol to'ston layga strapilarga foydalansangiz bo'laveradi. Ko'pchilikga qiziq mana bu ko'rinishdagi P profilda bor ekan. Necha puldan berasiz? Bunun donasi 17 ming so'm, 6lik. 6 yil rasxoddan chiqqan ekan. Bir donasini 17 ming so'm beryapti ekan. Tiplislar uchun ishlasa bo'laveradi. Aha. Bu yerda esa oddiy ikki tomon tenglarga emas ekan, bir tomon kichikroq ekan. Necha pul beryapsizlar? 77 ming. 77 ming so'm berishyapti ekan. Bir tomon ozgina kichkina bo'ladi. Bundan o'sha to'sin laga qilib ishlasangiz bo'laveradi. Bu yerda esa S profillarimiz bor ekan. 9lik S. Bo'yichi? Bo'yi 230. Bo'yi 230, 1 metri. Donasi 25 ming so'm. Demak, dona bergan ekan. Donasi 25 ming so'mdan sotilyapti ekan. Bunimizni mana bu ko'rinishda arka shakldan bukib bera olishar ekan. Agar bukiladigan bo'lsa, necha pul qo'shilib qoladi? Ichida berilaveradi. Endi sizlarga bonus mana ko'rinishdagi qasini ichida tayyorlab berishaverar ekan. Latoglar bor ekan, har razmerdagi bu tiplislar uchun akalar uchun foydalansa bo'laveradi. Bu nechilikdan chiqqan? Bu 33likdan chiqqan. 33 dan chiqqan, bu 230 bo'ladi, 1 metri. Metri 44 ming so'm. 1 metrini 44 ming so'm berishyapti ekan. Ozgina devori bor ekan. Ya mana bu ko'rinishda desiz ham tayyorlab beraveradi. Bunimizni metri necha puldan chiqadi? Buni metr 38 ming so'mdan, devori yo'q, lekin foydalansa bo'laveradi. Mana bu ko'rinishdagi ruchkalarimiz bor, ko'pchilik biladi buni. Turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Bu keltasimi yo uzunimi? Bu keltasini necha pul beryapsiz? 45 ming so'm. 45 ming so'm qilib berishar ekan. Uzunini-chi? Uzuni 55 ming so'm. Uzunini 55 ming so'mdan sotuvda bor ekan. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Laygamizni ikki tomon tengi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Holatlar chotki. Bo'yin uzuni 230 bo'ladi. Stenasining qalinligi zo'r. Bir donasini necha pul beryapsizlar? 80 ming so'm berishyapti ekan. Agar o'rtasidan kesib, oltiga to'lgonni qilib jo'natib yuboring desa ham chiqaraverasizlar, ha? Aha, bo'ldi. Bu yerda esa ozgina kattaroq razmerdagi diametri turbalar sotuvda bor ekan. Bu nechilik? 300lik. Bu 300lik. Shu bo'yi ikki xil bo'ladi dedingiz, ha? Bu 464 metr shunaqa. 464 metrdan bo'lgan holatlar chotki ko'rishingiz mumkin. Metri qanchadan? Buni metri 140 ming so'm. Metri 140 ming so'mdan sotilyapti ekan. Buni ekstrakt nima uchun ishlatishyapti? Suv tortgani ko'lga, shunaqa narsalarga. Aha. Pasosdan bizlarga suv tortdan. Va universal narsa ishlatiriladi. Dimoxodga. Dimoxod. Bunimizni razmeri nechi? 200lik bo'ladi. Bu 200lik. Bu ham bir xil. Metri qanchadan edi buni? Metri 105 ming so'm bo'ladi. 105 ming so'm sotilyapti ekan. Agar bizni kanalimiz nomidan keladigan bo'lsa, yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Aha. Bu yerda esa o'sha media razmerdagi hamyonbop poltoqtalarimiz ekan. 063 ga 163. Bir donasi necha pul? Bir donasi 80 ming so'm. Bir donasi 80 ming so'm berishyapti ekan. Ahamiyat berilsa, buni arzon holatdagisi ham sotuvda bor. Sassanasi holatga qarab turib baholanadi. Bu yerda esa uzun ruchkamiz bor ekan, ha? Poltoqtalarimiz 1.16 ga 1.39 razmerdagimi bu? Bular
shunaqa. Buni kvadratchi. Kvadrat 80 ming so'm. Buni ham kvadrat 80 ming so'mdan sotishyapti ekan. Ustasiga, yaxshi ustaga berilgan bo'lsa, terib qo'yadi, bu poltoq taqib bemalol foydalanaverasizlar. Bu yerda bozlarimiz bor ekan. Ustunlik uchun ishlasangiz bo'laveradi. Bo'yin uzunligi 255 uzun, ha? Ha, uzun. 5 ga 10 bu ko'rishingiz mumkin. Necha pul beryapsiz? 120 ming so'm berishyapti ekan. Kaltasini-chi? Kaltasi 105 ming so'm. 105 ming so'm, 120 ming so'm sotilyapti ekan. Bemalol ustunlikqa foydalanaverasizlar. Bu yerda esa ishlab chiqarish barcha turdagi yoqalar bor. Telefon qilasizlar, xudosa yuklar yetib kelgan. Ishlab chiqaruvchi insonlar uchun mana bu ko'rinishda listlarimiz sotuvda bor. 1 kvadrat necha pul beryapsiz yong'in listi? 90 ming so'm. 1 kvadratni 90 ming so'm beryapti. Buni ham to'liq zaborlar uchun ishlasa bo'laveradi. Orqa listimiz stenasi qalin. Ahamiyat berasiz. Bo'yi 2.60 ga 2 metr bo'ladi. Kattasini necha pul beryapsizlar? 630 ming. 630 ming so'm. Kaltasini-chi? Kaltasini 550 ming so'm. 550 ming so'm berishyapti ekan. Kantinimiz 2 xil bo'ladi. 2.60, 2.90 bo'ladi. Shuni ozgina farq qiladi. Baquvvat ustunlik so'ragan insonlar uchun mana bu ko'rinishda baquvvat ustunligimiz bor. Bo'yi 2.30, 10 ga 15, stenasi 308, eng kamida bu tozalanmagani necha pul? 230 ming so'm. Tozalanmagan 230 ming so'm, tozalangan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Cho'tkilab qo'yadi. Bemalol ustunga foydalanasiz. Ikkitasini ulasangiz 460 ustun. Bu tozalangani necha pul beryapsiz? 250 ming so'm berishyapti. Unda hozir cheklanmagan miqdorda yetkazib bera oladi. Latoklar uchun mana bu ko'rinishdagi mahsulotlar bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari cho'tka buni ham. Bir donasini necha pul beryapsizlar? 5 ming so'm. 15 ming so'm beryapti. Aksariyat shu latoklar uchun, xorin ustunlik uchun foydalanishyapti. Undan da qanaqasi ham bor, menda ko'rishingiz mumkin. Holatlari bu ham yaxshi. Bo'yi 93, bir donasi 15 ming so'm. bir donasini 15 ming so'm berishyapti ekan. 25 ming so'm. Adashib ketishibdi. 25 ming so'm berishyapti ekan. Mana bu ko'rinishdagi 6x6 profillar sotuvda bor ekan. Sinasi qalin, bo'yin uzunligi 11.70. Bir donasini metr bega sotiladimi bu? Donasi 580 ming so'm. 580 ming so'mdan berishyapti ekan. Albatta, hamma mahsulot optimum moch bo'lgan inson telefon qilsa yo'lda qilib berishadi. Yaqinlarimiz borgan chanalarimiz 11.70 bo'ladi. Bemalol buni ham to'sin, layga, straplar qilib ishlasangiz bo'laveradi. Bir donasini necha pul beryapsizlar? 520 ming so'm. Chanamizni bir donasini 520 ming so'm berishyapti ekan. Mana bu ko'rinishdagi poddomligimiz ham sotuvda bor ekan. Bu poddomligimizni bemalol shiflaga prochi akalar yaxshi biladi. Razmerlar 45 ga 85 bo'ladi. Stenasi qalin, cho'tki holatlari. Bir donasini ikkita oyoq bilan necha pul beryapsiz? 34 ming so'm. Ikkita oyoq bilan 34 ming so'm sotuvda bor ekan. Agar 3 ta oyoq so'ragan insonlar uchun albatta kelishgan holda qo'shib beraverasiz, ha. Agar kimgadir boshqa turdagi poddom razmeri kerak bo'lsa, 120 ga 1 metr. Unda ham kelishgan holda kesib beraverasizlar. Xudo xolasa bu tomonda ham katta razmerda poltoqda optim tayyorlashib qo'yibdi. Buni kvadrat necha puldan berdingiz endi? Bu arzon holatdagisimi yo? O'rtacha bular. Aha. Kvadrati 110 ming so'm. Bu o'rtacha holatdagisi ekan. Kvadratini 110 ming so'm beryapti ekan. Videomizda xudo xolasa qo'llangancha ma'lumot berib o'tdik. Ba'zi bir kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.